Bu voqeani eshitib avvaliga sira ishonmadim. Bu keksa chol meni boplab laqillatdi deb o'yladim. Ammo cholning gaplari rostligini uning kampiri Oysuluv momodan eshitgach, ishonishdan o'zga choram qolmadi. Xullas, bu voqeani Haydar bobo shunday hikoya qilgan edi. U paytlarda kuni bilan dalada yurardim. Momongiz 1 yillik kelin, ro'zg'or yumushlardan ortmasdi. Yangam ham, akam ham ishtaligi bois Oysuluv ularning bolalariga qarar. Ota-onamning issiq sovug'idan xabardor bo'lib turardi. O'sha kuni ham odatdagidek ishdan shom payti qaytdim. Qishloqning tor ko'chasini haydovdan qaytayotgan podalar changitib, uylariga shoshar. Ularning ortidan ketayotgan cho'pon bolalar bir-biri bilan baland ovozda so'zlashib, nimalarnidir talashib borishardi. Chang to'zonda qolmaslik uchun ulardan oldin yoki ancha orqada qolishim kerak edi. Kuni bilan ketmon chopib, g'o'za orasida suv tarab yurganim bois rosa xorigan, tez yurishga madorim yo'q edi. Shuning uchun yo'l chetidagi keksa tolning soyasida bir muddat tinim oldim. Shu payt cho'pon bolalarning ovozi yanada baland chiqqanday bo'ldi. So'ng ular orasidan otilib chiqqan bola men tomonga yugurib kela boshladi. Ko'nglim qandaydir falokatni his qilgandi. O'rnimdan turib chopib kelayotgan bolaga tikildim. U akamning katta o'g'li Ilyos edi. Negadir qo'rquvdan turgan joyimda turib qoldim. U menga yuzlanarkan, yuzi qo'rquvdan oqarib ketgan. Qo'l oyog'i tinimsiz qaltirar. Labi-labiga tegmay tez-tez so'zlardi. "Aka, tez yuring, yangam ilonni yeb qo'ydi", dedi u. Ilyosning aytgan gapiga tushunmay takror so'radim. U tag'in o'sha gapni aytdi. "Esing joyidami? Qanaqa ilon? Nega ilon yeb qo'yadi?" Ustma-ust bergan savollarimga javob bermasdan Ilyos qo'limdan uy tomon sudradi-da, "Yangam uylaringizda uxlab yotgan ekan. Charchagan bo'lsa kerak-da. Avval chaqirdim, hech kim javob bermadi. Keyin kirib borsam, yangamning og'ziga ilon kirib boryapti. Mening baqirganimdan yangam qo'rqib uyg'onib ketdi. O'rnidan turayotganda yutundimi yo boshqa sababdanmi bilmayman, ilon ichiga kirib ketdi", dedi. "O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Balki boshqa narsadir yoki ko'zingga ko'ringandir. Nimaga ishonmaysizlar?" deb zorlandi Ilyos. "O'zim ko'rdim-ku. Ana yangamning o'zi ham ichimda bir narsa bor deb qayt qilib yotibdi. Mazasi yo'q." Ilyosning keyingi gaplaridan battar xavotirim oshdi. Ayni damda gap nimada ekanini tushuna olmay chalkashib ketdim. Uyga yetib borguncha xayolim ming bir ko'chaga kirib chiqdi. Nihoyat hovlimizning adog'idan aylanib o'tgan ko'chaga burildim-u, darvozaxonaga yetib borishga ham sabrim chidamay, paxsa devordan oshib tushdim. Molxona tomondan uyga yaqinlashib borarkanman, Oysuluvning dahshat bilan o'qchayotgani va uning boshida parvona bo'lib turgan onamning zorlanishi eshitildi. Onam Oysuluvni qo'lidan tutib turar. Otam esa ne qilishini bilmay u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Otam meni ko'rishi bilan, "Hozir akang Hamsayaning uyiga o'tdi. Tez bo'l, Toshtemirning mashinasi bilan kelinni kasalxonaga olib borish kerak. Uydan pul ol, ust-boshingga qara", dedi. Otamning gapi tugamasdan mashina signali chalindi. O'qchayverib holdan toygan Oysuluv mashinada biroz o'ziga kelganday bo'ldi. Undan nima bo'lganini so'ragan edim. Bugun rosa charchab toshday qotib uxlabman. Bir mahal og'zimga sovuq narsa kirganday bo'ldi. Tushmi, o'ngmi ajrata olmadim. U sekin sirpanib oshqozonim tomon boraverdi. Men qo'rqinchli tush ko'rayotganday uyg'ona olmasdim. Bir mahal Ilyosning baqirgan ovozidan uyg'onib ketdim. Shundagina bu dahshat o'ngimda bo'lganini bildim. Ishonmaysiz, oshqozonimda bir narsa bor. Yo'g'on arqonga o'xshaydi. O'qchiganimda shunday buralib og'riq beryaptiki, u yana tinimsiz o'qchiy boshladi va shifoxonaga yetib borgunimizcha tinmadi. Oysuluvning og'zidan tupuk ham chiqmay qolgan. Ammo dahshat bilan o'qchirdi. U zamonlarda hozirgiday shifokorlar, texnika qayerda? Shifoxona deganimiz ham g'aribgina kulba edi. Doktorlari ham shunga yarasha. Ular Oysuluvni xonaga olib kirishgach, gap nimada ekanini eshitib, hayratdan yoqa ushlashdi. So'ng xonasiga qamalib olib, uzoq vaqt yo'q bo'lib ketishdi.
Nihoyat doktorlar Oysuluvni tekshirib ko'rish uchun boshqa bir xonaga olib o'tdi. U yerda maxsus apparat bilan Oysuluvning oshqozonini tekshirishmoqchi edi, ammo u ilonni eslatadigan zondni yuta olmadi. Shifokor zondni Oysuluvning og'ziga olib borishi bilan u nafasi bo'g'ilib o'qchir va rangi dokaday oqarib o'rnidan turib ketardi. Bir payt shifokorlardan biri bundan naf chiqmasligini, nima bo'lgan taqdirda ham uning dardi aniq bo'lmaguncha shu yerda qolishi kerakligini aytdi. Xullas, onam ikkimiz o'sha tunni shifoxonaning yo'lagida o'tkazdik. Oysuluv esa tinchlantiruvchi ukoldan so'ng uxlab qolgandi. U tongda o'zini biroz o'nglab uyg'ondi. Go'yoki uni endi hech narsa bezovta qilmayotgandi. Unga nonushta berilgach esa barchasi qaytadan boshlandi va kechagi ahvol takrorlandi. Nima qilishimni bilmay uyga akamning oldiga shoshdim. U yerga borganimda akam endi shifoxonaga jo'namoqchi bo'lib turgan ekan. U mendan nima gapligini so'radi. Vaziyatni bilgach akam o'ylanib turarkan, Ilyos gapga aralashdi. Aytdim-ku, yangam ilon yeb qo'ydi deb. Uni chiqarib olishning yo'lini ko'rish kerak. O'g'lining gapidan jahli chiqqan akam uning yuziga tarsaki tortib yubordi va og'zim bor deb har qanday gapni gapiraverasanmi? Bor yo'qol, kattalarning gapini poylama dedi. Keyin menga yuzlandi. Shaharga olib borishimiz kerak. Aslida bundan boshqa choramiz ham yo'q edi. Axir Oysuluvning qanday dardga chalinganini bilmasdik. Biz shifoxonaga qaytib borganimizda nima qilishni bilmay bosh qotgan doktorlar tez yordam mashinasini hozirlab Oysuluvni viloyat markaziga yubormoqchi bo'lib turishgan ekan. Biz uni olib jo'nashga tayyorlanayotgan edik. Oysuluv yotgan xonaga shu yerda davolanayotgan keksa ayol kirib keldi. Onaxon Oysuluvning ahvolini so'rab, qanday dard qiynayotgani bilan qiziqdi. Onam esa ayolligiga borib, dardini dasturxon qila ketdi. Onamning so'zlarini tinglagan ayol, keliningizning ichida ilon bor, dedi hech kutilmaganda. Barchamiz hayrat va xavotir bilan unga qaradik. Ayol so'zida davom etib, bu bezarar ilon, chaqmaydi, hech kimga ziyon ham yetkazmaydi, faqat bolani yaxshi ko'radi. Qaysidir yili beshikdagi nabiramning ustiga yotgan ilonni ko'rib, men ham qo'rqib ketganman. Keyin bilsam bu bolajon ilon go'dak hidini xush ko'rarmish. Ba'zida oy kuni yaqin ayolni avrab ichiga kirib oladi deb eshitganman. Uni chiqarib olishni faqat morbozlar eplaydi. Agar Ilyos yangam ilonni yeb qo'ydi demaganida, bu ayolning gaplariga sira ishonmas edik. Ularning har ikkisi aytgan gaplar bir-birini to'ldirib, bizni ishonishga majbur etardi. Onam esa ayol gapini to'xtatishi bilan, "Egachijon, morbozni qayerdan topsa bo'ladi? Hozir borib olib kelardik" dedi. Ammo ayol yelka qisib qoshini uchirdi-da, "Bilmadim. Hozirgi zamonda morboz ham tanqis, bunaqa ilon ham. Lekin so'rab surishtirib topsa bo'ladi" dedi. Endi qayerdan qanday bo'lmasin morboz topishimiz lozim edi. Aks holda ochlik va bu dahshatli o'qitishlardan so'ng Oysuluvning ahvoli yanada ayanchli tus olishi hech gap emasdi. Xullas, akam ikkimiz ko'chada duch kelgan odamdan birorta morboz haqida bilish-bilmasligini so'rab, ikki tomonga qarab ketdik. Nihoyat ertasi kuni olis tog'li qishloqda yashovchi morbozning daragini topib, uni uyga olib keldik. Oysuluvning ahvolini ko'rgan morboz hovlidagi o'rik daraxtining baquvvat shoxiga arqon bog'lashimizni aytdi. So'ng arqon osilib turgan yerda o'choq hozirlashimizni va bir qozon yangi sog'ilgan sut topib kelishimizni buyurdi. Biz shosha-pisha u nima desa so'zsiz bajardik. Morboz esa bizga yangi ko'rsatmalar berib turardi. Biz daraxt tagida tosh o'choq qalab, unga bir qozon sut keltirib qo'ydik. So'ng Oysuluvni chaqirib, uning oyoqlarini boyagi arqonga bog'ladik. Arqon uzilib ketishining oldini olib va unga dalda bo'lib akam ikkimiz oyog'idan osilib turgan Oysuluvning yelkasidan tutib turardik. Morboz esa shoshilmasdan o'choqqa o'tin qalab o't yoqdi. Olov taftida sut qaynay boshladi. "Qo'rqma qizim, bu ilon zararsiz, shunchaki bolani yaxshi ko'radi. Og'zingni katta ochib chuqur-chuqur nafas ol", dedi morboz shifoxonadagi ayolning so'zlarini takrorlab.
Uning aytishicha, 2 kundan buyon Oysuluvga qo'shilib och yotgan ilonga sutning hidi borgach, yemak axtarib o'rnidan tashqariga chiqar ekan. Shunday bo'ldi ham. Bir payt Oysuluvning katta ochilib turgan og'zidan qop-qora narsa paydo bo'ldi. Morboz esa chaqqonlik bilan uning boshidan tutib tortib oldi. 2 qarich keladigan ilon morbozning qo'lida tipirchilarkan, Oysuluvning rangiga qon yugurdi. Hamro bobo hikoyasini tugatar ekan, hozir bu kabi ilonlar yo'qligini ta'kidladi va shunday dedi: "O'shanday ilonlar rostdan ham bolalarni yaxshi ko'radi. O'g'limiz tug'ilgach, o'sha ilon tez-tez uning beshigida kulcha bo'lib yotib olardi. Ammo hech kimga ziyoni tegmasdi. Yillar o'tib to'ng'ich o'g'lim morboz bo'ldi. O'shandan buyon morbozni ilonning o'zi tanlar ekan deb o'ylayman." Aziz muxlis, bu hikoyani tinglab siz qanday xulosaga keldingiz? O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.